Meni qizim SMA birinchi tip diagnozi bilan og'riydi. Qizimda 1 yil oldin judayam harakatlar sust edi. Steroidika klinikasi Namangan filialida Oloviddinda LFK mashqlarini oldik. Undan keyin Qudratillohda 1 yil davomida uzluksiz LFK mashqlarini olib kelmoqdamiz. Oloviddin bilan ham fikrlikda, ustozlar bilan ham fikrlikda, birgalikda kerakli ma'lumotlarni olib shug'ullanib kelmoqdalar qizim bilan. Hozirda qizimda o'zgarishlar juda zo'r. Biz oilaviy bundan juda ham xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Kimni bolasida shunaqangi harakatlarida muammolar bo'lsa, Steroidika klinikasi Namangan filialiga murojaat qilishingni so'rayman. Haqiqiy o'z ishini ustalari bu yerda. Barcha xodimlarga ming rahmat.